Özümüz ve ailemizde doğru ve rast söz kılıştan ibaret İslam'ın en mühim prensipini qanchalik amalga oshira oldik yoki qanchalik tirishchanlik ko'rsatyapmiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hammamiz intilayotgan va talpinayotgan musulmon bo'lish sifatimiz bilan erishishni xohlaydigan bir sifat bor. Qur'on Karimning hidoyatiga erishish orqali abadiy yurtimiz bo'lgan jannatga noil bo'lish uchun bizda bo'lmaydigan bir sifat bor. Alloh taolo yuqorida tilovat qilingan oyat karimada mu'minlarning iymonini tilga olib turib ikki ishga chaqirdi. Ularning biri taqvodorlik bo'lsa, yana biri darsimizning ana temasi bo'lgan to'g'ri so'zlash. Bu oyatdagi to'g'ri so'z haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu to'g'ri so'z deganimiz la ilaha illallohdan iborat shahodat kalimasi degan bo'lsa, yana bir qism olimlar to'g'ri so'z haqiqatga uyg'un kelgan so'z yoki odil bo'lgan so'z deb aytgan. Yana bir qism olimlar to'g'ri so'z jidallashib qolganlarning orasini isloh qilish degan. Demak, qaysi xil tafsir bo'yicha bo'lsin, oyat tilga ilingan to'g'ri so'z umumiy jihatdan yaxshilik va yaxshilikqa boshlaydigan so'zlarni ko'rsatadi desak xatolashgan bo'lmaydi. Alloh taolo mu'minlarni taqvodorlik va to'g'ri so'zga buyurib bo'lgandan keyin buning hayotimizga qanday ta'sir qildiganligi va qanday natija berdiganligini muayyanlashtirib, o'zining taqvodor va to'g'ri so'z qiluvchilarning amallarini isloh qildiganligi va gunohlarini kechirim qildiganligini bayon qildi. Tahir ibn Ashur rahimahulloh mushu oyatning tafsirida bu yerdagi taqvolik va to'g'ri so'z isloh qilish vositalaridan bo'lg'achqa Alloh taolo bu ikki amalni qiluvchilarning gunohini mag'firat qildiganligi va amallarini tahim yaxshi qilib etadiganligini bildirgan. Bu yerdagi amallarning isloh qilinishi to'g'ri so'z qilganlikning mukofotidir. Chunki to'g'ri so'z ko'pincha vaqtda boshqalarni yaxshilikka yetaklaydi yoki to'g'ri so'z qilguvchiga ergishishga chaqiradi. Gunohlarning mag'firat qilinishi bo'lsa, taqvolikning mukofotidir. Chunki taqvolikning asosi gunoh ma'siyatlardan yiroq turishdir deydi. Demak, taqvodorlik va to'g'ri so'z hayotimizga kirgandan keyin uning tunji ta'siri Alloh taolaning amallarimizni isloh qilishi bilan boshlandi. Hammamiz Alloh rozi bo'ladigan bir hayotda yashashni orzu qilamiz. Bu hayot amallar bilan to'lgan. Bu amallarimiz Alloh va Rasulining ko'rsatmalariga uyg'un bo'lishi uchun oldi bilan taqvolik libosiga o'ralgan bo'lishi kerak. Shundaqla hammamiz gunohlarimizdan kechirim qilinishini orzu qilamiz, umid qilamiz. Onun uchun duo qilamiz. Xatolashmaydigan inson yo'q bo'lganiga qaraganda gunohining kechirim qilinishini orzu qilmaydigan, umid qilmaydigan insonmi yo'q bo'lishi kerak. Chunki har bir mu'min Allohga gunohlari kechirim qilingan holatda uchrashni xohlaydi. Shunga taqvodorlik va to'g'ri so'z qilishga ahamiyat berish bizni yuksak orzularimizga yaqinlashtiradigan eng yaxshi vositalarning biridir. Alloh taolo bu ikki mukofotni so'zlab bo'lgandan keyin kimki Alloh va Rasuliga itoat qilsa, cho'qim buyuk g'alaba qozonadi deydi. Qur'on Karimga iymon etgan, uning ahkomlarini tasdiqlagan holda Qur'on Karimning hayotining mezoni va qonuni deb bilgan har bir musulmon uchun Alloh va Rasuliga itoat qilish g'alabaga erishishning uchinchi ochqichidir. Mayli dunyoda, mayli oxiratda najot topmoqchi bo'lsak, mangdigan birdan bir yo'l Alloh va Rasulining yo'lidir. Ammo real dunyoda biz og'zimizdan chiqqan so'zlarning to'g'ri yoki xato bo'lganiga qanchalik e'tibor bera olamiz? O'zimiz va ailemizda to'g'ri va rost so'z qilishdan iborat islomning eng muhim prinsipini qanchalik amalga oshira oldik yoki qanchalik tirishchanlik ko'rsatyapmiz? Hijrat diyorida bo'libmi yoshlar orasida prinsipal masalalarga jiddiy qaramaslik, sal qarash xil salmoqni egallab qolmoqda. Her ishni chaqchaqqa aylantira oladigan yoki arzimas gap so'zlar bilan yo'gaydigan, masalalarga jiddiy qarashning o'rniga sal qaraydigan yoki nimaning muhim emasligini ilg'i qila olmaydigan ahvollar yo'q emas. Payg'ambar alayhisalom kimki Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan, yaxshilikni so'zlasin yoki jim tursin degan. Agar to'g'ri so'z qilolmasak yoki yaxshilikni buyurib yomonlikdan to'solmasak va yoki umumiy jihatdan kishilarga foydali so'z qilolmasak, sukutni lozim tutish Allah va Rasulining ko'rsatmasidir. Biz mana shunday nuqtalarda o'zimizni to'g'rilashga to'liq muhtoj. To'g'rini to'g'ri, xatoni xato deyish, masalalarning cho'ng kichikligi va muhimlik darajasi qarta muomala qilish to'liq muhim. Gap so'zlarimizda taqvolikni namoyon qilish,
iş-harekatlarimizda Alloh va Rasulining roziligi ko'zlangan amallarni eng muhim va qilishimiz kerak bo'lgan ishlar tizimiga kirgizish orqali oldi bilan Allohning rahmatiga erishimiz, ondan g'alaba va nusratiga noil bo'lamiz. Aziz qarindoshlar, bu ulug' kunlarda Allohning afvu mag'firati va isloh qilishiga erishishdanmi ortiq ne'mat bo'lmasin. Mushu munosabat bilan Allohning rahmatiga erishish va hayot yo'lini Alloh va Rasulining ta'limotiga uyg'un holda qurish uchun tirishayotgan har bir qarindishimni qizg'in tabriklayman va ulug' Allohdan muvaffaqiyat va g'alaba tilayman.